Aziz hamyurtlar, mana navbatdagi Toshkent Moskva направлениyasidagi avtobusning posадка jarayonlari yakunlanmoqda. Dushanba, payshanba, juma kunlari reyslar amalga oshirilmoqda. Kimda kim Toshkentdan Moskva, Sankt-Peterburg yoki Krasnodar shahriga ketmoqchi bo'lsa, bemalol murojaat qilinglar. Shunday komfortabilniy avtobuslar sizlarning xizmatingizda. Yuk masalasiga kelsak, har bir yo'lovchiga 60-70 kilogramgacha, ya'ni katta sumkalar, undan tashqari qo'limizga ryukzak 10 kilogacha va yeb icharga non ko'tarib olib kelsalar bo'laveradi. Hech qanaqa to'lovlarsiz. Faqat Rossiya tamojinisida bilasizlar 300 rubl tamojniy расход bor, чтобы noslarni tushirib, sumkalar tushirib, to'da qamaslik uchun. Ism familiyasini o'zgartirib ketayotgan, dokumentida muammosi bo'lib tavakkal ketayotganlarga biz javob bermaymiz. Yoki-da alimenti bor hamda MIBdan qarzi bor taqiq qo'yilganlar. Akalar, ukalar, yana bir bor qaytaramiz. Biz bu narsalarga javob bermaymiz. Biletingiz olingandan keyin pul qaytarib berilmaydi. Avtovokzal ma'muriyati tomonidan tasdiqlangan narsa. Hammaga rahmat, sog' salomat bo'ling. Ekrandan uzoqlashmang. Like, kommentariy aytmang.